Bismillahirrohmanirrohim. Biolog olim Dr. Ibrohim Karim qaysi ism qaysi kasallikka shifo bo'lishini quyidagicha izohlaydi. Al-Jabbaru ya Allah. O'pka kasalliklari uchun ya Jabbor 206 marta o'qiladi. Aorta tomir kasalligi uchun ham ya Jabbor 206 marta o'qiladi. Al-Qayyum ya Allah. Alzheimer kasalligiga yo Qayyum 156 marta aytiladi. Al-Muta'al ya Allah. Oyoq xastaliklari, ya'ni revmatizmga yo Muta'ali deb 551 marta aytiladi. As-Sabru ya Allah. Ichaklar xastaligi uchun yo Sabr 298 marta aytilgan. Al-Ghaniyu ya Allah. Bosh og'rig'iga yo G'ani 1060 marta zikr qilinajak. Al-Hayyu ya Allah. Buyrak xastaligi uchun yo Hay deb 18 marta. Al-Bari'u ya Allah. Buyrak usti bezi kasalligi uchun yo Bari deb 213 marta aytilur. Al-Jalilu ya Allah. Tomir kasalliklariga Jalla Jalallohu deb 102 marta. Ar-Raufu ya Allah. Tizza bo'g'in uchun, ko'z tomiri kasalligi uchun yo Rauf deb 286 marta zikr qilinadi. Al-Hadi ya Allah. Epifiz bezi uchun yo Hadi 20 marta. Ko'z uchun yo Nur 256 marta. An-Nuru ya Allah. Yo Habir 812 marta. Al-Khabiru ya Allah. Yo Basir 302 marta. Al-Basiru ya Allah. Yo Vahhab 14 marta aytilur. Al-Wahhabu ya Allah. Az-Zahiru ya Allah. Ko'z asab tolasi uchun esa yo Zohir 1106 marta zikr qilingan. Al-Jabbaru ya Allah. Buqoq xastaligi uchun yo Jabbor 206 marta o'qilur. Al-Hayyu ya Allah. Holsizlik uchun yo Hay deb 18 marta aytmoq joiz. Yurak tomir sanchig'i, ya'ni yurak siqilishi uchun yo Vahhob 14 marta zikr etiladi. Yurak uchun yo Nur 256 marta aytilgan. Saraton, ya'ni rak kasalligi uchun yo Latif 129 marta, yo G'ani 1060 marta, yo Rahim esa 258 marta zikr etiladi. Jigar uchun yo Rashid 514 marta, muskul og'rig'i uchun yo Razzoq 308 marta, suyak kasalligi uchun yo Qavi 117 marta, yo Nafi 201 marta o'qiladi. Quloq og'rig'iga yo Sami deb 180 marta aytilsin. Oshqozon yarasi uchun yo Razzoq deb 308 marta. Migren bosh og'rig'ini bilasiz. Buning uchun esa yo G'ani deb 1060 marta aytilgan. Nafas yo'li xastaligi uchun yo Shokir deb 526 marta. Umurtqa kasalligi uchun yo Badi deb 86 marta aytilur. Shuningdek, vahm, ya'ni vasvas kasalligiga yo Bosit 72 marta. Pankreatit va qandli diabetga yo Bari 213 marta aytilur. Prostatit uchun yo Rashid 514 marta aytiladi. Ruhiy xastalikka va giyohvandlik uchun yo Quddus deb 170 marta aytilur. Bachadan xastaligi uchun yo Xoliq 731 marta aytiladi. Bot kasalligi uchun yo Muhaymin 145 marta aytilur. Sochlar uchun yo Badi 86 marta. Soch to'kilishi uchun yo Qayyum 117 marta. Soch kepagi uchun Jalla Jalallohu ko'ngilga solingan miqdorda aytiladi. Asab kasalliklari yo Mughni 1100 marta. Sinusit uchun yo Rafi 351 marta. Qon bosimi, ya'ni davlen uchun yo Hofiz 1481 marta. Yog' bezlari xastaligi uchun yo Nafi 201 marta aytilgan. Siydik tufayli xastaligi uchun yo Hodi 20 marta aytilgan. Asmaul Husna, ya'ni Allohning 99 ismining inson vujudiga ta'siri va davo usullari haqida
quyidagilarni e'lon qilgan. Asmaul Husnani butun kasalliklarga shifo bo'lishini kashf qildim. O'z ko'zim bilan ko'rib guvoh bo'lgan voqealarni aytib o'tmoqchiman. Bir do'stimning ko'zlari yeringlab ketgan edi. Ikki qo'lini ko'zlarining ustiga qo'yib, "Ya Nur, ya Habir, ya Vahhab" ismlarini o'qirdi. Oradan bir necha kun o'tib, kasallikdan asar ham qolmadi. Og'rigan yoki kasallangan a'zoni ustiga qo'lni qo'yib, Asmaul Husna o'qiladi. Asmaul Husna vujuddagi, zehnimizdagi g'azab, nafrat, huzun, pushaymonlik, qizg'onchlik kabi gunoh tuyg'ularidan paydo bo'lgan zaharlarni tozalaydigan eng ta'sirli kuchdir. Kasallik aslida vujudning biror joyida quvvatning o'z ishini bajarmasligi sababli yuzaga keladi. G'azablanganimizda badanimiz o'ldiruvchi bir zahar ishlab chiqara boshlaydi. Agar bu zaharlanishga panzahar yoki ziddi zahar berilmas ekan, bu o'limgacha olib boradi. Bu zaharning davosi Asmaul Husnadir. Doktor Ender Sarachga ko'ra, insonning qayeri og'riyotgan bo'lsa, Allohning o'sha sifatiga taalluqli bo'lgan ismini ko'p zikr qilishi kerak bo'ladi. Masalan, eshitguvchi, ya'ni Sami ismi quloqqa, ko'rguvchi, ya'ni Nur yoki Basir sifati ko'zga davo bo'lganidek. Eng asosiysi, ushbu zikrlarni aytayotganingizda poklanib, tahoratli bo'lishingiz lozim bo'ladi. Yana Qur'oni Karimning shifo bo'ladigan oyatlari ham borki, unga alohida to'xtalamiz. Turkchadan Marzi Ibrohim tarjimasi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar. Allah